Shimoliy Koreya prezidenti haqiqiy mujik odam ekan, u va nihoyat Shimoliy Koreyaliklarga Angliya Premyer Ligasini kuzatishga imkoniyat berdi. Ya'ni telekanallarda Premyer Liga translyatsiyalari olib beriladi. Shu paytgacha u ruxsat bermagandi. Lekin ular translyatsiyaga 5 ta shart qo'ydi va mana shu 5 ta shart orqali o'yinlar olib beriladi. 5-shart menga juda ham yoqdi. Bu qoyilmaqom shart ekan. Hozir men sizlarga bu shartlarni birma-bir aytib beraman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng zo'r sahifalardan biri. Unda boshladik. Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, Kim Chen In, ya'ni Shimoliy Koreyaning prezidenti 5 ta shart qo'ydi translyatsiyaga. Birinchi shart, jonli efirda o'yinlar olib berilmaydi. Aksincha, oldin o'yin yozib olinadi va tahrirlanib keyin uzatiladi. Ikkinchi shart, uchrashuv 90 daqiqa emas, 60 daqiqa ko'rsatiladi. Ya'ni istalgan joyi kesib olinib, 60 daqiqasi efirga uzatiladi. Uchinchi shart, hech qanday ingliz manbalari, hech qanday ingliz reklamalari o'yinda ketmasligi kerak. Ularning o'rniga Koreyaning qanaqadir qoplamalar bilan qoplanib, o'sha reklamalar yopilishi kerak. To'rtinchi shart, hech qaysi Janubiy Koreyalik futbolchi efirda ko'rsatilmaydi. Ya'ni o'sha kesib olingan holatida olib beriladi. Koreyalik futbolchilar kadrda ko'rinayotgan bo'lsa, kadrdagilar kesib olinadi. Koreyalik futbolchilardan kim bor Premyer Ligada? Ikkita bor. Birinchisi Kim Ji-su, Brentford futbolchisi va ikkinchisi Hwang Hee-chan, Wolverhamptonda o'ynaydi. Mana shu 4 ta shart va 5-inchisi menga yoqqani, hech qanday LGBT belgilari efirda uzatilmasligi kerak. Efirda hech qanday LGBT rasmi, o'sha bog'ichlari, qanaqadir belgilari ketmasligi kerak. Agarda qaysidir holatda LGBT belgisi ketadigan bo'lsa, efir uzatganlarga qattiq jazo tayinlanishini aytib o'tdi.